Bu videoda qimor haqida, OneWin, 1xBet, parimatchlar, hamma haqida, qimor haqida gapirmoqchiman. O'zimizda ukalarimizga, o'zimizda akalarimizga bilaman, bu mana yoshroq ukalarimizda ichida bunaqa tema bo'lib qolgan, temka deydi, ya'ni pul ishlash maqsad bu bo'lmaydi. Men o'zim bundan o'tganman va sizlarga ham tavsiya qilaman. Bu yerda zararlik bo'lsa bor, lekin yaxshilik topolmaysiz. Bir marta yutasiz, ikki marta yutasiz, uchinchisiga hammasini yutqazib, keyin qarzga botib, qarzdan chiqolmay qolasiz. Keyin ona-otalaringiz qiynaladi. Ukalarimizga, hammasiga shu narsani aytmoqchimanki, bu daromad topish yo'li emas. O'zingizni saqlang, bu temalardan uzoqroq yuring, o'zingizda ishingizni qiling. Qarang, shunaqa gap. Men ham bundan o'tganman, afsuski. Va sizga ham shuni aytmoqchiman. Hammaga rahmat, obuna bo'ling.